Mujtaba Xomanaiy 2-o'rinda. Ironni kim boshqarmoqda? Tramp Eronga qarshi uzoq muddatli blokadaga tayyorgarlik ko'rishni topshirdi. Isroil armiyasi ichida portlash, askarlar ketma-ket o'z joniga qasd qilmoqda. Tizim chidamayapti. Mujtaba Xomanaiy 2-o'rinda. Ironni kim boshqarmoqda? Eronning sobiq oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomanayning urushning birinchi kunida o'ldirilishi mamlakatda yangi tartib o'rnatilishiga olib keldi. Bu tartibda Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi ustunlik qilmoqda. Uning vorisi bo'lgan Mujtaba Xomanayning roli esa faqat qarorlarni rasmiylashtirish bilan cheklanib qolmoqda. 1979-yilda tashkil etilgandan buyon Eron Islom Respublikasi mutlaq hokimiyatga ega bo'lgan oliy rahbar atrofida qurilgan edi. Ammo urushning birinchi kunida Oyatullohning o'ldirilishi mamlakatda butunlay boshqa tizim shakllanishiga olib keldi. Bu tizimda korpus hukmronlik qilmoqda va unda kuchli markaziy yetakchi yo'qligi bilan ajralib turadi. Xomanaiy o'ldirilgach, uning o'g'li Mujtaba Xomanaiy oliy rahbar sifatida tayinlangan. Biroq uning roli generallar tomonidan qabul qilingan qarorlarni tasdiqlash bilan cheklanib qolgan. Mustaqil buyruq berish vakolatiga ega emas. Bu haqda agentlikka 3 ta manba ma'lum qilgan. Eron rasmiylar va tahlilchilarga ko'ra, urush sharoiti hokimiyatni tor va qattiq doiraga jamlagan. Bu doiraga Milliy xavfsizlik oliy kengashi, oliy rahbar devoni va korpus kiradi. Aynan korpus harbiy strategiya hamda muhim siyosiy qarorlarda yetakchi rolni o'z zimmasiga olgan. Qayd etish joiz, Xomanayning otasi o'ldirilgach, uning o'zi ham urushning birinchi kunida jarohat olganidan so'ng omma oldida ko'rinmagan. U korpus yordamchilari yoki cheklangan audio kanallar orqali muloqot qiladi deb xabar beradi uning yaqin atrofidagi 2 manba. Garchi u rasman Erondagi eng yuqori lavozim egasi bo'lsa-da, manbalarga ko'ra Mujtaba ko'proq qaror qabul qiluvchi emas, balki ularni tasdiqlovchi shaxsga aylangan. Haqiqiy hokimiyat esa urush davridagi boshqaruv tuzilmasiga o'tgan bo'lib, uning markazida Milliy xavfsizlik oliy kengashi turadi. Uning tayinlanishi korpus tomonidan qo'llab-quvvatlangan va ular uni o'zining qat'iy siyosatini himoya qiluvchi shaxs sifatida ko'rgan. Tramp Eronga qarshi uzoq muddatli blokadaga tayyorgarlik ko'rishni topshirdi. AQSh prezidenti Donald Tramp o'z yordamchilariga Eronga qarshi uzoq muddatli blokadaga tayyorgarlik ko'rishni buyurdi. Ma'lum qilinishicha, Oq uydagi so'nggi yig'ilishlarda, jumladan maxsus vaziyatlar markazida, Tramp Eron iqtisodiyoti va neft eksportiga bosimni davom ettirish maqsadida mamlakat portlarini blokada qilishni ma'qul ko'rgan. Manbalarga ko'ra, AQSh rahbari boshqa variantlarni, bombardimonlarni qayta boshlash yoki mojarodan chiqishni ancha xavfli deb hisoblagan. Shu bois blokada eng maqbul yo'l sifatida tanlangan. Biroq bu qaror mojaroni yana cho'zish xavfini ham keltirib chiqarmoqda. Xususan, benzin narxlarining oshishi prezident reytingiga salbiy ta'sir va respublikachilarning saylovlardagi imkoniyatlariga zarba berishi qayd etilgan. Ayrim amerikalik siyosatchilar, jumladan senator Lindsey Graham, bosimni kuchaytirishni qo'llab-quvvatlamoqda. Boshqalar esa, ayniqsa biznes doiralari vakillari, Hormuz bo'g'ozining yopilishi yoki yangi urush iqtisodiyotga jiddiy zarar yetkazishidan xavotirda. Shu bilan birga Eron tomoni taklif qilgan reja o't ochishni to'xtatish va Hormuz bo'g'ozi bo'yicha vaziyatni ayrimlar fikricha mojaroni yumshatishi mumkin. Ammo AQSh bu variantni rad etmoqda, chunki u Eronning yadroviy dasturi bo'yicha bosim mexanizmlarini zaiflashtiradi. Washington pozitsiyasiga ko'ra, har qanday kelishuv Eronning yadroviy faoliyatini cheklashni ham o'z ichiga olishi kerak. Bu holat hayot sifatiga ta'sir qilyaptimi? Oilaviy hayotda zaiflik, stress va ishonchsizlik olib kelyaptimi? Vulkan erkak kuchi va ishonchining yangilangan manbai. Prostata bezi adenomasi, surunkali prostatitdan qutulishga yordam beruvchi ishonchli formula. Atigi 5-7 kun ichida natijasini sezasiz. O'zingizni yengil va ishonchli his eting. Vulkan, siz izlagan tabiiy yechim. Isroil armiyasi ichida portlash, askarlar ketma-ket o'z joniga qasd qilyapti. Tizim chidamayapti. Isroil mudofaa kuchlari safida xizmat qilayotgan harbiylar orasida o'z joniga qasd qilish holatlari keskin oshayotgani haqidagi xabarlar tobora jiddiy tus olmoqda va bu endi oddiy statistika emas, balki butun tizim ichida chuqur ruhiy inqiroz shakllanayotganini ko'rsatmoqda. 2026-yil boshidan buyon kamida 10 nafar faol xizmatdagi askarning o'z joniga qasd qilgani tasdiqlangan bo'lsa, yana bir qancha holatlar rezervchilar va politsiya xodimlari orasida ham qayd etilgan. Ayniqsa aprel oyida qisqa vaqt ichida bir nechta fojiaviy o'limlarning sodir
sodir bo'lishi vaziyat qanchalik keskinlashganini ochiq namoyon qildi. So'nggi yillardagi raqamlar ham bu tendensiya tasodifiy emasligini ko'rsatadi. 2023-yilda 17 ta, 2024-yilda 21 ta, 2025-yilda esa 22 ta holat qayd etilib, bu so'nggi 10 yillikdagi eng yuqori darajaga chiqdi. Holbuki oldingi yillarda o'rtacha ko'rsatkich ancha past edi. Eng xavotirli jihati shundaki, rasmiy statistikaga kirmagan yoki xizmatdan keyin sodir bo'lgan o'limlar hisobga olinsa, haqiqiy ko'lam bundan ham kattaroq bo'lishi mumkin. Mutaxassislar bu holatni bevosita davom etayotgan urush va ayniqsa G'azo sektoridan jangovar harakatlar bilan bog'lamoqda. Chunki minglab askarlar kuchli ruhiy zarba, stress, doimiy qo'rquv, yo'qotishlar va ichki bosim bilan yuzma-yuz qolmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 10 minglab harbiylar psixologik muammolar bilan davolanmoqda. Bu esa muammo alohida holatlar emas, balki ommaviy tus olayotganini anglatadi. Bundan tashqari ko'plab askarlar moral jarohat deb ataladigan holatni boshdan kechirayotgani aytilmoqda. Ya'ni ular jang davomida qilgan harakatlari, ko'rgan voqealar yoki buyruqlar bilan ichki axloqiy ziddiyatga tushib qolmoqda va bu ularni ruhiy jihatdan sindirayotgan omillardan biriga aylanmoqda. Uzoq davom etayotgan safarbarlik, ayniqsa rezervchilar uchun dam olishsiz xizmat, oiladan uzoqlik va doimiy xavf hissi butun bosimni yanada kuchaytiradi. Vaziyatni yanada murakkablashtirayotgan omil esa ruhiy salomatlikni qo'llab-quvvatlash tizimidagi zaiflashuvdir. Ko'plab harbiylar psixologik suhbatlarning bekor qilingani yoki kamaytirilgani va ba'zi komandirlar tomonidan ogohlantiruvchi belgilar e'tiborsiz qoldirilayotganini aytmoqda. Ayrim holatlarda askarlar yetarli psixologik tekshiruvsiz xizmatni yakunlayotgani yoki yordamga muhtoj bo'lsa ham tizimga kira olmayotgani haqida shikoyatlar mavjud. Eng keskin muammolardan biri mutaxassislar yetishmasligi bo'lib, ayrim hisob-kitoblarga ko'ra bitta psixolog yuzlab, hatto 1000 ga yaqin askar bilan ishlashiga to'g'ri kelmoqda. Bu esa sifatli yordam ko'rsatishni deyarli imkonsiz holga keltiradi. Natijada Isroil mudofaa kuchlari ichida yuzaga kelayotgan bu jarayon oddiy individual fojiadan ko'ra kengroq tizimli muammo ekanini ko'rsatmoqda. Zamonaviy urush nafaqat front chizig'ida, balki askarlarning ongida, ruhiyatida ham davom etmoqda. Har bir yangi holat esa nafaqat statistik raqam, balki ichki bosim, yolg'izlik va yordam yetishmasligining achchiq natijasi sifatida qaralmoqda. Sizga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz hozircha mana shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklarini kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.